Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Biz mana turgan dala maydonimiz 2 gektarlik bodom zor. Yoshiga kelsak 4 yashar. Eng avvalambor chislarini aytib o'taylik. 2026-yil 20-yanvar. Qishki sezonda o'zi daraxtlarga shakl berish boshlandi. O'zim bog'imdan ko'rsatib o'tdim 2 kun oldin. Endi Pop tumaniga kelib daraxtlarga shakl beryaptik. Xo'p, bunda nimaga e'tibor beramiz? Eng avvalambor doim aytaman, bu ishni sentyabr, oktyabr oyida qilinishi kerak edi. Qolib ketgan. Bizga endi yaqinda zakaz berildi. Xo'p, mana shularni birinchi ajrataylik. Daraxtni umumiy oldin tashqarisidan ko'rib olamiz. Mana yelim bosib ketgan, singani hisobiga. Shuni mana shu yerdan kesasiz. Biz xudo xolasa bir kundagidan Jizzax viloyatiga safarga chiqamiz. Jizzaxdan xuddi mana shu bog'larni zabriyatga qilamiz. Shakl beramiz. Eng avvalambor mana ajratib oldik. Tagidagini ham kelsin. Mana totib tashani. Bo'shliqsiz o'sha tagidan kelsin. Kesdik. Bu tomondagini ham kesamiz. Mana arra jarayoni tugavyapti. Endi qaychiga o'tamiz. Daraxtni eng avvalambor tagini tozalab oldik. Xo'p, endi umumiy bitta ko'rsatdik. Endi nimalarga e'tibor beramiz? Alisher. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Har bittada 3 tadan, 4 tadan, bu yerda 3 ta, bu tomonda deyarli sanag'i yo'q. Endi buni hozir ko'rsatamiz hozir. Ikkita yap qo'ysak ham bo'laveradi bu tomonda. Bitta noto'g'ri kesib bering. Bilidan turib. Ba'zi bir joylarda xuddi mana shunaqa kesuvlarni amalga oshirilishadi. Bu juda katta xato. Buni endi to'g'rilab qo'yamiz. Bu daraxtni shakli hozir o'ta zo'r chiqmadi, idealni chiqmadi. Meni o'zimga ham yoqmadi. Sababi bu xato yillar davomida bo'lib kelgan. Buni endi bitta kesuvda shakl berishda o'lanmadi. Mana shu yerdan uchidan qaytarib tashlaydi. Shox ko'payib ketgan. Buni ikkinchi kesuvda to'g'rilasa bo'ladi. Ikkinchisiga o'tamiz. Mana maslahat berib keting, chaqasi bo'lib ketgan joyi. Xo'p, mana bu ko'rib turibsizlar. Daraxt yirilgan joyda yoki tilingan joyda ko'proq yilim chiqib ketadi. Bunga mis bilan bardoq suyuqligini surtish kerak. Iloji bo'lsa ba'zi bir joylarda katta aqib chiqib ketadi bu. Buni olib tashalsa, tagraviga surtilsa yaxshiroq bo'ladi. Mana buni mashina ichlarini ochib, birorta qattiqroq jismda kaltani bu tomonda ochilsa, mana ichlari ochiladi. Chunki buni ustiga surtib qo'ysa, zo'r effekt bermaydi. Buni tuzukroq tozalab tashab turib surtilsa, yaxshiroq effekt beradi mana. Tagi toza. Shu taglarni bamisol qo'li kesilganda zilonka ustaymiz-ku, o'shani singari bu tomonlarga ham dezinfeksiya qilinsa to'xtaydi. Lekin bittada to'xtamadi, buni 2-3 marta amalga oshirish kerak. Endi ikkinchisi kesing shu tagidagini. Hop, olib tashlaymiz. Ichida ko'pchilik endi mahalliy tilda gapirganimizda mana bundoq ketganlarini erkak novda, erkak surx meva bermaydi deyshadi. Yo'q, bu ham meva beradi. Faqat orada quyosh nuri yetmaganligi uchun bu tepaga yo'nalib ba'misollar raketadan chiqib ketgan. Endi buni hozir ichini ochib qo'yamiz, to'xtaydi. Bunisini ham olib tashlang.
4-5 yoshlik bodom daraxtiga umumiy ekilgandan beri shakl berilmagan bo'lsa, xuddi mana shu holatda mana shu tartibda shakl bersangiz, xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Kimdadir 10 ta shoxi bor, qaysidir daraxtda 20 tadir, 6 tadir, shu holatdan har bir tupi kelib chiqqan o'zidan. Bu bilan bu tup o'xshash shart emas, chunki har xil rivojlangan, har xil kesilgan. Shu tartibda qoldirib turib qo'yamiz. Bo'ladi hozir bu o'lchalikka. Iloji bo'lsa, buni 2026-yil mevasini Xudo bergancha olib turib, qaytadan shakl berilsa, shundan to'xtaydi. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar.